Bugun men sizlarga har bir xonadon, har bir tadbirkor, har bir ijarachi va hatto uyini yangi sotib olayotgan odam uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Hisoblagich tekshirildi, dalolatnoma tuzildi. Keyin esa odamga 10 million, 15 million, ba'zan undan ham katta qarzdorlik yoki jarima chiqarildi. Ko'pchilik bunday vaziyatga tushganda nima qilishni bilmaydi. Qo'l qo'yib yuboradi, qo'rqib darrov to'laydi yoki aksincha, umuman e'tibor bermay ishni sudgacha olib boradi. Men bu videoda sizga oddiy tilda tushuntiraman. Hisoblagi tekshiruvi qanday bo'lishi kerak? Qachon siz haqiqatdan ham javobgar bo'lasiz? Qachon esa sizdan noqonuniy pul talab qilayotgan bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni so'rashingiz kerak? Dalolatnomaga nimani yozish kerak va 15 million so'm chiqsa, birinchi qadam nima bo'lishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun hisoblagich sizniki tekshirilmasa, ertaga qarindoshingizniki, qo'shningizniki yoki ishxonangizniki tekshirilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda odamlar real hayotda pulidan, vaqtida va asabidan ayrilmasligi uchun amaliy maslahatlar beraman. Avval ko'p odamlar hisoblagich masalasiga unchalik jiddiy qaramas edi. Elektr hisoblagich bormi? Gaz hisoblagich bormi? Suv hisoblagich bormi? Odamlar uni devorga osilib turgan oddiy qurilma deb o'ylardi. Aylanyaptimi? Tamom, muammo yo'q deb yashardi. Tekshiruv kelganda ham ko'p hollarda og'zaki gap bilan ish bitardi. Plomba joyidami? Raqamni yozdik ketdik deyishardi. Ammo hozir vaziyat ancha o'zgargan. Bugun energiya resurslari, gaz, elektr, suv hisobi juda qattiq nazorat qilinyapti. Sababi bitta, tizimda katta yo'qotishlar bor, noqonuniy ulanishlar bor, eski hisoblagichlar bor. Plombasi buzilgan, magnit qo'yilgan, sim chetlab o'tkazilgan. Gaz trubasi noqonuniy ulangani kabi holatlar uchraydi. Shu sababli ta'minot tashkilotlari tekshiruvlarni ko'paytirdi. Raqamli bazalar, masofadan o'qish tizimlari, avtomatik hisob kitoblar, foto va video qaydlar joriy qilinyapti. Lekin mana shu jarayonda ikkita katta muammo paydo bo'ladi. Birinchi muammo, haqiqatan ham ayrim iste'molchilar noqonuniy foydalanadi, hisoblagichga aralashadi, plombani buzadi, natijada katta zarar yetkazadi. Ikkinchi muammo. Ayrim halol iste'molchilar ham tartibni bilmagani, hujjatni o'qimasdan qo'l qo'ygani yoki eski uyda oldingi egasining muammosini tekshirmagani uchun katta qarzdorlikka duch keladi. Masalan, odam uy sotib oladi. Uyda elektr hisoblagich bor, gaz hisoblagich bor, sotuvchi hammasi joyida deydi. Xaridor ishonadi, notariusdan o'tadi, ko'chib kiradi. Oradan 3 oy o'tadi, tekshiruv keladi. Hisoblagich plombasida shubha bor. Avvalgi ko'rsatkichlar bazadagi raqam bilan mos kelmaydi yoki hisoblagichning ichki xotirasida aralashuv belgilari chiqadi. Natijada yangi egaga mana sizda qoidabuzarlik bor, falon muddat uchun qayta hisob kitob qilindi deyishadi. Odam hayron. Men endi ko'chib kirdim-ku deydi. Lekin hujjatlarni oldindan tekshirmagan bo'lsa, muammo isbot jarayoniga aylanadi. Yana bir misol, xonadonda eski gaz hisoblagich turibdi. Tekshiruv muddati o'tgan. Ya'ni davriy qiyoslash vaqti kelgan bo'ladi. Iste'molchi buni bilmaydi. Bir kuni nazoratchilar kelib, hisoblagich qiyoslash muddati o'tganini, plombada kamchilik borligini yoki hisoblagich to'g'ri ishlamayotganini aytadi. Shundan keyin iste'molchi, men har oy to'lab kelganman deydi. To'lagani to'g'ri, lekin hisoblagich holati bo'yicha hujjatlar toza bo'lmasa, qayta hisob kitob masalasi chiqishi mumkin. Demak, bugungi asosiy o'zgarish shuki, hisoblagich endi shunchaki raqam ko'rsatadigan moslama emas. U huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan o'lchov vositasi. Uning plombasi, pasportni qiyoslash muddati, o'rnatish dalolatnomasi, oxirgi ko'rsatkichlari, bazadagi ma'lumotlari va unga kim javobgar ekani juda muhim. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Har qanday katta summa avtomatik ravishda jarima degani emas. Odamlar ko'pincha 15 million jarima chiqibdi deydi. Aslida bu bir nechta turdagi hisob bo'lishi mumkin. Ma'muriy jarima, yetkazilgan zarar summasi, qayta hisob kitob, qarzdorlik penya yoki ularning yig'indisi. Shuning uchun birinchi savol, sizdan talab qilinayotgan 15 million so'm aynan nima? Jarima, zararmi, qarzdorlikmi yoki qayta hisob kitobmi? Buni hujjatda ko'rish kerak. Agar sizga tekshiruv paytida hisoblagich buzilgan, endi 15 million to'laysiz deyishsa, darrov vahimaga tushmang. Og'zaki gap hujjat emas. Men har doim odamlarga aytaman, og'zaki aytilgan summa bo'yicha pul to'lamang. Avval rasmiy hujjatni oling. Dalolatnoma bormi? Unda nima yozilgan? Hisob kitob varaqasi bormi?
qaysi davr uchun hisoblangan, qaysi tarif asosida, qaysi norma bo'yicha, qaysi qoidabuzarlik qayd etilgan, tekshiruvda kimlar ishtirok etgan, sizning imzoingiz bormi, siz e'tiroz yozganmisiz, kimlar albatta xavotir olishi kerak. Birinchi guruh hisoblagich plombasi shikastlangan yoki umuman plombasi turgan xonadonlar. Plomba bu oddiy sim yoki plastik belgi emas. U hisoblagichga ruxsatsiz aralashuv bo'lmaganini tasdiqlovchi himoya vositasi. Plomba uzilgan bo'lsa, darhol men buzmaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Siz bu holat qachon, qanday aniqlanganini ta'minot tashkiloti vaqtida xabar berganingizni isbotlashingiz kerak. Ikkinchi guruh hisoblagich qiyoslash muddati o'tganlar. Har bir hisoblagichda tekshiruvdan o'tish muddati bo'ladi. Bu muddat tugagandan keyin u ko'rsatgan raqamlar bo'yicha bahs kelib chiqishi mumkin. Agar ta'minotchi tashkilot sizni ogohlantirgan bo'lsa-yu, siz e'tibor bermagan bo'lsangiz, holat murakkablashadi. Lekin ogohlantirish bo'lmagan, qiyoslashni tashkil etish tartibi buzilgan bo'lsa, sizning himoya pozitsiyangiz bo'ladi. Uchinchi guruh uy-joyni yaqinda sotib olganlar yoki ijaraga olganlar. Men bunday odamlarga doim aytaman, kalitni olishdan oldin elektr, gaz, suv hisoblagichlarini ko'ring. Raqamlarni suratga oling, plombani suratga oling. Qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma oling. Shaxsiy hisob raqamini o'zingizning nomingizga o'tkazing. Agar buni qilmasangiz, keyin bu oldingi egadan qolgan degan gapni isbotlash qiyinlashadi. 4-guruh kichik biznes egalari, do'kon, oshxona, paynet shoxobchasi, novvoy xona, sartaroshxona, tikuvchilik texi issiqxona, servis ustaxonasi kabi joylarda elektr va gaz sarfi katta bo'ladi. Bu yerda hisoblagichdagi kichik muammo ham juda katta summaga olib kelishi mumkin. Masalan, xonadonda qayta hisob 2-3 million bo'lsa, tadbirkorlik obyektida bu 20-30 millionga chiqishi mumkin. Chunki quvvat yug'ori, uskunalar ko'p, ishlash soati uzun, tarif ham boshqacha bo'lishi mumkin. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hisoblagichingiz rasmiy o'rnatilgan bo'lsa, plombalar butun bo'lsa, qiyoslash muddati o'tmagan bo'lsa, har oy to'lov qilib kelayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hisobingizda katta tafovut bo'lmasa, tekshiruvdan qo'rqishingiz shart emas. Lekin baribir har bir tekshiruvda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki halol odam ham hujjatga e'tiborsiz qo'l qo'yib, keyin o'ziga qarshi dalil yaratib qo'yishi mumkin. Real hayotdagi birinchi vaziyatni olaylik. Xonadonda elektr hisoblagich bor. Oila har oy o'rtacha 2,5 kilovat-soat sarflaydi. Bir kuni tekshiruv kelib, plombada tirnalish borligini aytadi. Dalolatnomaga plomba buzilgan deb yoziladi. Iste'molchi esa o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin unga bir necha oy yoki belgilangan davr uchun qayta hisob-kitob chiqariladi. U sudga borganda dalolatnomada o'zining imzosi turgan bo'ladi. Shuning uchun men aytaman. Agar siz rozi bo'lmasangiz, dalolatnomaga mazkur holatga roziman deb imzo qo'ymang. Imzo kerak bo'lsa, yo'liga aniq yozing. Dalolatnomada ko'rsatilgan qoidabuzarlikka rozi emasman. Plombaning qachon va kim tomonidan shikastlangani menga noma'lum. Qayta ekspertiza talab qilaman. Mana shu bitta jumla keyingi himoyada juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi vaziyat. Gaz hisoblagich ko'chada devor tashqarisida o'rnatilgan. Plomba shamol, yomg'ir, bolalar tegishi yoki ta'mirlash ishlari vaqtida shikastlangan bo'lishi mumkin. Tekshiruvchi kelib, plomba yo'q deydi. Agar iste'molchi ilgari bu holatni ko'rgan bo'lsa-yu, xabar bermagan bo'lsa, uning ahvoli og'irlashadi. Lekin iste'molchi plomba tashqi hududda bo'lgani, unga begona shaxslar kirishi mumkinligi oldin darhol xabar bergani, suratga olgani, murojaat raqami borligini ko'rsatsa, masala boshqacha baholanadi. 3-vaziyat. Tadbirkor do'kon ijaraga oladi. Hisoblagich ijara beruvchining nomida qoladi. Do'kon elektrdan foydalanadi, to'lovni naqd yoki karta orqali ijara beruvchiga berib keladi. Bir kuni tarmoq tashkiloti tekshiradi va hisoblagichda noqonuniy ulanish borligini aniqlaydi. Endi savol, javobgar kim? Hujjatlarda iste'molchi kim ko'rsatilgan? Shartnoma kimning nomida, ulanishdan kim foyda ko'rgan? Ijarachi kirgan kundan oldin ham shu holat bo'lganmi? Mana shu savollar javobgarlikni belgilaydi. Shuning uchun ijaraga kirganda albatta hisoblagich holati bo'yicha alohida qabul topshirish dalolatnomasi tuzish kerak. Eng katta tuzoqlardan biri bu qo'l qo'ying, bu oddiy tekshiruv uchun degan gap. Odamlar o'ylaydi, imzo qo'ysam faqat ular kelganini tasdiqlayman. Lekin dalolatnoma ichida iste'molchi qoidabuzarlikni tan oldi degan mazmundagi jumlalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir varaqni o'qing. Agar o'zbek tilida tushunmasangiz yoki huquqiy so'zlarni tushunmasangiz, tushunmadim. Nusxasini bering, maslahat olaman deyishga haqqingiz bor.
hech kim sizni o'qimagan hujjatga sho'shiltirib imzo qo'ydirishga majbur qilmasligi kerak. Ikkinchi nozik jihat tekshiruvda video va foto dalil. Bugun telefonda suratga olish oson. Men tavsiya qilaman. Nazoratchilar kelganda hurmat bilan ayting. Men jarayonni o'zim uchun videoga olib qo'yaman. Bu janjal qilish uchun emas, balki keyin nizoli vaziyat bo'lmasligi uchun. Videoda hisoblagichning umumiy joylashuvi, plomba holati, ko'rsatkich raqamlari, nazoratchining dalolatnomaga nima yozayotgani ko'rinsin. Albatta, shaxsiy hayot va qonun talablarini buzmaslik kerak, lekin o'z uyingizdagi. O'z hisoblagichingiz bo'yicha jarayonni qayd qilish ko'p hollarda sizni himoya qiladi. Uchinchi jihat hisoblagichni yechib ketish. Agar hisoblagichni ekspertizaga yoki qiyoslash olib ketishsa, albatta yechib olish dalolatnomasi tuzilishi kerak. Unda hisoblagichning zavod raqami, oxirgi ko'rsatkichlari, plombalar holati, yechilgan vaqti, kim olib ketgani, qaysi tashkilotga topshirilishi yozilishi zarur. Aks holda keyin hisoblagich yo'lda shikastlanganmi, laboratoriyada ochilganmi, oldin shunday bo'lganmi degan savollar paydo bo'ladi. Siz hisoblagich yechilganda uning suratlarini oling, iloji bo'lsa video qiling. 4-jihat qayta hisob-kitob davri. Ba'zan odamlarga juda katta summa chiqariladi, lekin ular qaysi muddat uchun hisoblanganini bilmaydi. Masalan, 15 million so'm 1 oy uchunmi, 6 oy uchunmi, 1 yil uchunmi? Qaysi sana boshidan olingan? Oxirgi tekshiruv qachon bo'lgan? Agar oxirgi tekshiruvda hammasi joyida deb dalolatnoma tuzilgan bo'lsa, keyingi qoidabuzarlikni undan oldingi davrga tatbiq qilish mantiqan bahsi bo'lishi mumkin. Shu sababli oxirgi tekshiruv hujjatlari juda muhim. 5-jihat hisoblagichning o'zi nosoz bo'lishi mumkin. Har bir nosozlik ham iste'molchining aybi degani emas. Qurilma eskiradi, ishlab chiqarish nuqsoni bo'lishi mumkin. Kuchlanish sakrashi ta'sir qilishi mumkin. Tashqi sharoit, namlik, chang, mexanik ta'sir bo'lishi mumkin. Agar mutaxassis hisoblagi noto'g'ri ishlagan desa, darhol savol bering. Noto'g'ri ishlash sababi nima? Ruxsatsiz aralashuv belgisi bormi yoki texnik nosozlikmi? Bu ikki tushuncha butunlay boshqa narsa. Texnik nosozlik bo'lsa, hamma vaqt ham sizni qasddan qoidabuzar deyish mumkin emas. 6-jihat. Qarzdorlik bilan qoidabuzarlikni aralashtirib yubormang. Siz to'lov qilmagan bo'lishingiz mumkin. Bu qarzdorlik. Lekin plombani buzganlik, hisoblagichdan tashqari ulanish, magnit ishlatish kabi holatlar qoidabuzarlik. Qarzdorlik uchun hisob boshqacha yuritiladi. Qoidabuzarlik uchun zarar yoki qayta hisob boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Sizdan nima talab qilinayotganini aniq ajratib oling. 7-jihat. Hamma shunday to'layapti degan gap huquqiy asos emas. Sizga e'tiroz qilmang, baribir to'laysiz. Sudga borsangiz ham foydasi yo'q. Hozir to'lasangiz kamroq bo'ladi deyishlari mumkin. Men bunday gaplarni eshitgan odamga shuni aytaman. Rasmiy yozma hisob-kitobni oling, keyin qaror qiling. Agar summa asosli bo'lsa, uni to'lash yoki bo'lib to'lash masalasini hal qilasiz. Agar asosi bo'lmasa, shikoyat qilasiz. 8-jihat bolalar, qariyalar va uyda yolg'iz odamlar. Tekshiruv paytida uyda faqat keksa ona, voyaga yetmagan bola yoki hujjatni tushunmaydigan odam bo'lsa, ular bosim ostida imzo qo'yib yuborishi mumkin. Shuning uchun oilada oldindan kelishib oling. Hisoblagich bo'yicha kimdir kelsa, uy egasiga qo'ng'iroq qiling, hujjatga shoshilmasdan qo'l qo'ying. Tushunmagan narsangizni yozma e'tiroz bilan belgilang. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak? Endi eng muhim qism, agar sizning hisoblagichingiz tekshirildi va katta summa chiqarishdi, nima qilasiz? Birinchi qadam, tinchlaning va og'zaki bahsga kirishmang. Baqirish, janjal, haqorat eshikni yopib olish muammoni hal qilmaydi. Sizning kuchingiz hujjatda, dalilda, tartibda. Nazoratchilardan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Qaysi tashkilotdan kelganini. Tekshiruv asosi nima ekanini aniqlang. Rejali tekshiruvmi, murojaat asosidami? Avtomatik tizimda tafovut chiqqani uchunmi? Ikkinchi qadam, hisoblagichning hozirgi holatini suratga va videoga oling. Raqamlar, plomba, korpus, simlar, truba, joylashuv, atrof muhit ko'rinsin. Agar elektr bo'lsa, kirish-chiqish simlari ko'rinsin. Lekin xavfsizlikni buzmang, hech narsaga tegmang. Agar gaz bo'lsa, trubaga, plombaga, hisoblagichga o'zboshimchalik bilan aralashmang. Gaz juda xavfli, xavf ostida deganda mana shu ham nazarda tutiladi. Noqonuniy ulanish faqat pul masalasi emas, portlash, yong'in, zaharlanish xavfi ham bor. 3-qadam, dalolatnomani diqqat bilan o'qing. Unda quyidagilar bo'lishi kerak: sana, manzil, iste'molchi ma'lumoti, hisoblagich turi, zavod raqami, ko'rsatkich, plomba holati, aniqlangan holat,
tekshiruvchilar ismi sharifi, guvohlar bo'lsa ularning ma'lumoti. Sizning tushuntirishingiz. Agar biror gapga rozi bo'lmasangiz, imzo qo'yishdan oldin o'z e'tirozingizni yozing. Masalan, qoidabuzarlikni taralashmaganman. Holat yuzasidan mustaqil ekspertiza va qayta tekshiruv so'rayman. Dalolatnoma nusxasini oldim. Bu jumla sizni himoya qiladi. 4-qadam dalolatnoma nusxasini oling. Nusxa bermasa, bu haqda videoda qayd qiling yoki dalolatnomaga nusxa berilmadi deb yozing. Hujjatning fotosuratini olishga harakat qiling. Keyin nima yozilgan edi deb taxmin qilib yurmaslik kerak. 5-qadam rasmiy hisob kitobni talab qiling. Sizga chiqarilgan 21 million so'm qanday hisoblanganini yozma tarzda so'rang. Arizangizda shunday yozishingiz mumkin. Menga nisbatan tuzilgan dalolatnoma asosida hisoblangan summa bo'yicha batafsil hisob kitobni, qo'llanilgan tariflarni, davrni, normativ asosni va hisoblash formulasini taqdim etishingizni so'rayman. Bu arizani ta'minot tashkilotining mijozlar bo'limiga topshiring. Qabul qilingan sanasi va kirim raqamini oling. Elektr bo'lsa hududiy elektr tarmoqlariga, gaz bo'lsa gaz ta'minoti tashkilotiga, suv bo'lsa suv ta'minoti korxonasiga murojaat qilasiz. 6-qadam shaxsiy hisob tarixini oling. Oxirgi 12 oy yoki 24 oy bo'yicha to'lovlar, ko'rsatkichlar, qarzdorlik, tekshiruvlar tarixini so'rang. Ko'pincha nizoning kaliti shu yerda bo'ladi. Agar siz muntazam to'lab kelgan bo'lsangiz, bu sizni to'liq oqlamasligi mumkin, lekin yaxshi niyatli iste'molchi ekaningizni ko'rsatadi. Agar oxirgi tekshiruvda plomba butun deb yozilgan bo'lsa, bu ham siz uchun muhim dalil. 7-qadam ekspertiza masalasini ko'taring. Agar sizga hisoblagichga aralashilgan deyishsa, bu texnik xulosa bilan tasdiqlanishi kerak. Siz mustaqil yoki qayta ekspertiza so'rashingiz mumkin. Hisoblagich qayerda saqlanayotganini, kim ochganini, qanday tartibda tekshirilganini aniqlang. Ekspertiza xulosasida faqat nosoz degan so'z yetarli emas. Nosozlik sababi, aralashuv belgilari, plomba va korpus holati, ikki mexanizm holati ko'rsatilishi kerak. 8-qadam yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Agar hududiy bo'lim sizga javob bermasa yoki javobdan norozi bo'lsangiz, tegishli yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga, prokuratura yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Men har doim maslahat beraman. Shikoyatni hissiyot bilan emas, hujjat bilan yozing. Men aldashdi deb emas. Falon sanada tekshiruv o'tkazildi. Falon dalolatnoma tuzildi. Men mazkur holatga rozi emasman. Chunki dalolatnomada bunday kamchiliklar bor, hisob kitob asosi taqdim etilmadi. Qayta tekshiruv so'rayman deb yozing. 9-qadam, agar summa asosli bo'lib chiqsa, bo'lib to'lash yoki kelishuv yo'lini ko'ring. Hamma holatda ham men to'lamayman deyish to'g'ri emas. Agar haqiqatan ham qoidabuzarlik bo'lgan bo'lsa, masalan, cho'zish qarzdorlikni, penya yoki boshqa xarajatlarni ko'paytirishi mumkin. Lekin asosli bo'lmagan summani ham ko'r-ko'rona to'lab yuborish kerak emas. To'lov qilsangiz, nima uchun to'layotganingizni aniq bilib to'lang. 10-qadam. Kelajak uchun profilaktika qiling. Har oy hisoblagich raqamini suratga oling. To'lov kvitansiyalarni saqlang. Plomba holatini vaqti bilan tekshiring. Hisoblagich atrofida ta'mirlash qilinsa, ustalarga oldindan ayting. Plomba va simlarga tegmang. Gaz turbasi, elektr simi, suv ulanishi bo'yicha hech qachon usta biladi deb noqonuniy ish qildirmang. Bir marta arzon ko'ringan ish keyin 1 million, 3 million yoki hayot uchun xavf bo'lib qaytishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman, noqonuniy ulanish faqat davlat yoki tashkilotga zarar emas, bu oila xavfsizligiga tahdid. Elektr simini hisoblagichdan tashqaridan olib kirish-qizish, qisqa tutashuv, yong'in keltirib chiqarishi mumkin. Gaz turbasiga ruxsatsiz ulanish esa portlashga olib kelishi mumkin. Bu yerda ozgina tejayman degan fikr butun mahalla hayotini xavf ostiga qo'yadi. Shuning uchun men halol iste'molchilarni himoya qilish bilan birga qasddan qoidabuzarlik qilayotganlarga ham ogohlantirish beraman. Bu ishning oqibati juda og'ir bo'lishi mumkin. Demak, hisoblagich tekshiruvi va 20 million so'mlik jarima yoki qayta hisob kitob masalasida eng muhim qoida shuki, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hujjatni o'qing, dalolatnomaga e'tirozingizni yozing, nusxa oling, hisob kitob asosini talab qiling, surat va video dalil yig'ing, kerak bo'lsa qayta ekspertiza va shikoyat qiling. Agar siz halol bo'lsangiz, tartibni bilish sizni himoya qiladi. Agar haqiqatan ham kamchilik bo'lsa, uni yashirish emas, qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Men sizlardan so'rayman. Sizda yoki tanishlaringizda hisoblagich tekshiruvidan keyin katta summa
chiqqan holat bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi hudud, qaysi xizmat turi, qanday muammo bo'lganini ayting. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video bir oilani millionlab so'mlik zarar va katta xavfdan saqlab qolishi mumkin.